Hujjatingni taqdim qil. Nima qilay? Sensiramay gapir, kimsen? Sensiramay gapir, kimsen menga? Bir-birdan non berib qo'yibsanmi? Mana shu narsa kelyapsan. Formani yechib Yo, menga qara, nima aql yetadimi domini? Mana to'tir olib karlimi? Nimamish? Nimamish? Kesaverganlar. Nima dedim hozir? Sensiramasdan gapir. Qo'yga og'riqmi? Og'riq bo'ladi. Sensiramasdan gapir. Ya og'riqmi? Sensiramasdan gapir. Nima bu? Ya mo'lgatmaga men bilaman. Men buni senga birinchi kunga aytishlayapman bilan. Ha? Normal gaplashgan, menga o'qim. Bu ayrim xodimlarga mansab tegib qolsa, qonunni buzishni boshlashadi. Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomning 3-bobida gay xodimi har qanday vaziyatda haydovchi bilan vazmin, xushmuom bilan odobli bo'lishi, hurmat bilan ularga siz deb murojaat qilishi shart. Ushbu nizom talablarini buzsa, qonunchilikka muvofiq javob berishadi. Agar sizlarda ham gay xodimlari bilan o'rtalaridagi muloqot tasvirlangan video bo'ladigan bo'lsa, uni bizga yuboring va birgalikda qonunni ko'rib chiqamiz.